Oyijonlar, assalomu alaykum. Yana bir marta yaxshimisizlar? Ertalabdan bizda shunaqa shirin qizimiz, bu jonisi, adasi kelganlar birgalikda xavotir olishibdi. Ozgina nevaramiz kichikroq ekan, ozgina shu o'sishdan orqada qolibdi ekan degan ma'nodada. Ha, bo'lsa nima deb o'ylaysizlar, xolajonlarim? Biza o'sishdan orqada qolgan kichkina ozg'in-da, ozg'in deysizmi? Ozg'inga o'xshaymizmi? Qo'ng'atoy to'ngacha bo'lib ketgan. Chiqmasa kerak, 3D qilib berolmasam kerak deb o'ylagandim, katta bo'lganimizga. Yo'q, yaxshi. O'shaning uchun aytaman, mana oyijonisini qorni katta. Oyijonlar, bo'linglar, yaxshi o'sayotganligini belgisi u doim tepib turadi va qorninglar doimiy katta bo'lib kattalashib boradi.